Assalomu alaykum muhtaram birodarlar, barchangizga Allohning marhamati va ofiyati bo'lsin. Hech qachon birovga muhtoj bo'lmaslikni istaysizmi? Agar shunday bo'lsa, marhamat Allohning go'zal ismlaridan biriga bu sir yashirib qo'yilgan. Bu ism Mughni ismi sifatidir. Ulamolar aytibdilarki, kimki bu ismi sifatni har kuni 1111 marotabadan o'qishni odat qilsa, 40 kunda ajoyib tushlar ko'ra boshlaydi. Allohning ba'zi sirlariga shohid bo'la boshlaydi. Katta bir mulk ustida o'tirganini ko'radi. Bu duosi qabul bo'lganligining alomati bo'ladi. Uni sir saqlaydi, hatto eng yaqin kishisidan ham. Omad eshiklari ochilib, har doim odamlarga yordam qiladigan sahiy kishiga aylanadi. Hech bir ishida Allohdan boshqaga muhtoj bo'lmaydi. Ammo bu sanoqda o'qishni kanda qilmasligi kerak. Yana debdilarki, kimki bir muhim ish bilan ko'chaga otlansa, bir bor Zuho surasini o'qib